Husanovning Realga qarshi o'yini portallar tomonidan qanday baholandi? Yevropa Chempionlar Ligasi 2025-2026 mavsumi play-off final bosqichi javob uchrashuvi Manchesterda bo'lib o'tdi. Manchester City va Real Madrid o'rtasidagi bahsda Alvaro Arbeloa rahbarligidagi madridliklar 2-1 hisobi bilan ustunlikni qo'lga kiritdi. E'tiborli jihati, O'zbekiston milliy jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov bu o'yinda asosiy tarkibda maydonga tushib, to'liq 90 daqiqa harakat qildi. Uning faoliyati muxlislar va mutaxassislar e'tiboridan chetda qolmadi. Statistik portallar Husanovning harakatini turlicha baholadi. Masalan, FotMob sayti Husanovni 7.9 ball bilan yuqori darajada baholagan. SofaScore esa 7.2 ball bergan. Shuningdek, FlashScore sayti ham Husanovning maydondagi harakatlarini 7.9 ballga loyiq ko'rdi. Bu uning jamoaga qo'shgan hissasi va samarali harakatlarini tasdiqlaydi. Ikki o'yinning umumiy natijasiga ko'ra, madridliklar 5-1 hisobida g'alaba qozonib, Chempionlar Ligasi chorak finaliga yo'llanma oldi. Husanovning jamoaga qo'shgan hissasi bu natijada alohida e'tirof etildi va kelajakdagi muhim bellashuvlarda ham uning maydondagi ishtiroki katta ahamiyatga ega bo'lishi kutilmoqda.